2025 yilgi Chevrolet Damas modeli juda amaliy va byudjetli miniven bo'lib, u shahar ichidagi kichik bizneslar va yetkazib berish uchun ideal vosita hisoblanadi. Yangi Damas versiyasi arzon narx bilan birga oddiy va ishonchli tuzilishga ega. Uning dvigateli 8 litr, 3 silindrli bo'lib, taxminan 38 ot kuchiga ega ekan. Bu dvigatel 5 pogonali mexanik uzatma qutisi bilan ishlaydi va orqa gildiraklardan tortadi. Shuning uchun murakkab elektronikasi yo'q va ta'mirtalabligi juda past. Bu avtomobil o'lchamlari jihatdan juda ixcham, taxminan 3485 mm uzunlikda, 1400 mm kenglikda va 1920 mm balandlikda. Bu katta shahar ko'chalarida juda qulay manevr qilish imkonini beradi. Ayniqsa kichik korxonalarda yoki bozorlarda ishlovchi haydovchilar uchun juda foydali. Damasning boycha belgilaridan biri uning yuk sigimi. Uning yuk versiyasi 452 gacha yuk olishi mumkin. Bu esa uni kichik yuk tashish va yetkazib berish uchun ajoyib tanlovga aylantiradi. Yoqilgi samaradorligi ham alohida ta'kidlanadi. Aralash haydashda taxminan 7 litr 100 km yoqilgi sarfi borligi aytilgan. Bu byudjetli ishlashda va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishda katta afzallik. Keng ichki joyi bo'lsa-da, Damas oddiy va funksional interyerga ega. Uning salonida salbiy taraflar ham bor. Ichki bezak soddaligi, shovqin va titrash sezilarli bo'lishi mumkin va ayniqsa uzoq safarlarda qulaylik juda cheklangan. Xavfsizlik jihatidan Damas zamonaviy xavfsizlik tizimlariga ega emas. U ABS, ESP yoki ilgor koshil kuzov tuzilmasi kabi zamonaviy xavfsizlik funksiyalaridan mahrum bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, haydovchilar ehtiyotkor bo'lishi va to'g'ri texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Ammo oddiy va mustahkam mexanika tufayli uni ta'mirlash oson va arzon, ehtiyot qismlar topilishi ham katta muammo emas. Yangi modelda UzAuto Motors kompaniyasi Damasni yangilab, mashinaning ichki sigimi va qulayligini oshirishga harakat qilgan. Yengil strukturasi va oddiy dvigateli bilan yangi Damas odati